Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi muhojirat yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz. Sizlarga Allohning salomi, marhamati, barakati, rahmati bo'lsin. Bugun bu medialarda keng nima qilib yurgan ayollarga kiyimi, qora kiyim kiyib oldi degan shunday bir radikallik markasini chaplayotgan bir temalar bo'ladi. Mening bu yerda bir ayol bo'lish, hijoblangan ayollarning obrazini, hijoblangan ayollarning ovozini, ichidagi dardlarini, bu hijobning fazilatini sizlarga azroq tushuntirib qo'yishni to'g'ri ko'rdim. O'ynab so'zlasammi, o'ylab so'zla degan bizning konularda shunday bir ot so'zimiz bordi. Bizning boshliqlarimiz ba'zi shu da'vo xizmatlarimizga bizga ulgu bo'ladi, bizga vakillik bo'laq so'zlaydi deb boshimizga toj qilib chiqarib qo'ygan ba'zi aktivistlarimiz, ba'zi akademisyen zotlarimiz bizning bu ayollarimizdagi bu hijobni, bu qora kiyim, radikallik, yana kelib oshqulluq, undan o'tib ba'zi tuhmatlar bor. Shu xil ifodalarni qo'llanish orqali bizni terroristga yaqinlab qildigan, davlatni parchalay deydigan gaplar bilan bizga tuhmat qildinglar. Yani biz yillardan beri kesel köpüsü degan gapga, sizlar qora kiyib ona qildinglar, jahil, o'qimagan, bilimsiz, muhtoj, bechora, bir narsa elib yeydigan, qattiqroq desanglar tilamchi deganlar bor. Mushundaq haqorat gap keldinglar. Ama biz bununla hammasiga o'zimizning axloqiy fazilati, durustligi, samimiyati, ishchanligimiz, tirishchanligimiz bilan untinsiz javob berdik. Buning sababi nima desanglar, faqat bizdagi iymon, sizlarni davomli shunday kechirib kelayotgan onaligimizning mehri, bag'ri keng ayollarningki rahmetidan shunday ko'ngli ko'ksi keng ayollarimiz, yana sizlarning shunday ba'zi aktivistlarning, ba'zi shunday kishilarimizningki nimalarni kechirib keldik. Nimashqa kechirimiz? Xitoylarga o'yin qilib bermayli, Xitoyning o'tirisiga tema bo'lib bermayli, ularning deb usul o'ynamayli deb shunday qilib keldik. Ammo sizlar hech to'xtab qolmadinglar. Bundan yana har fursatda, har yerda bizni aslında söküşten hiç to'xtab qolmadinglar. Men tushunmadim. Bu kadar düşmanlik, bu kadar nereden kelgan ish, bunu bilemedim. Endi bu yerga sizlarga men deb o'tsam, bu hijab degan atalg'u, ya'ni bizning Uyg'urchada yuzimni yepib chiqishimning sababi shu İstanbulda yashayotgan, qora kiyayotgan ayollarni radikal, anakin terroristga marka chaplashga urinayotgan odamlarga men o'tirg'i chiqish uchun bu kiyimni kiyib o'tiribdim oldinglarda. Hozir qarab o'tinglar mana, men bir ziyoli bo'lish sifatim bilan 23 yillik o'qish hayotimda men bu go'zal kiyimni kiyishga o kadar tashna bo'lgan ayol sifatim bilan sizning oldinglarda o'tiribdim. Allah bu ayollarga bergan bu hurlik, erkinlik deb bildim bunu. Bizning ayollarimiz bu kiyimlarni, yüzünün güzelligini, latafetini, nazaketini yushirib qoladigan yoki bo'lmasa boshqa jihatni aytsanglar, buningdagi ba'zi qayg'ularimiz bo'ldi, xushalliqlarimiz bo'ldi. Bu hammasi insonning yuragidagi ifodalash yuziga chiqadi. Buning bilan bu beden tili deyotgan bu til bizning avval yuzimizni ifodalanganligi uchun biz shunday dard aslam, qayg'u, hasratlarimizni ichimizga yutib, yuzimizni yepib, untinsiz tirishib millatga ko'rmanglagan avlodlarni yetishtirib kelyapmiz. Endi bu ayollar shunday vatan da'vosi qilayotgan vatanimiz uchun millatimizning ko'payishiga, millatimizning safoliq avlod yetishtirishida axloq, fazilat, go'zallikni oldingi o'rinda qo'ygan millat. Yani bizning islom dinimiz bo'yicha qaragan vaqtida bu güzellik, Allah bergan bu
Başqalar qol uzatmaydigan evyan hörlükning simvoli deb tushundirdim buni. Allah bizga bergan hörlük deganda başqalar xalagancha sizga qarayanmaydigan, xalagancha ichki dunyoyingiz bilan o'rtoqlashamaydigan, sizga xalagancha hujum qilolmaydigan, qo'l uzatolmaydigan bir go'zal bir kiyim bu. Şuna sizningki ba'zi shunga o'xshash ba'zi ichida ba'zi vesvese, ba'zi har xil niyatda, yomon ko'zda qaraydigan odamlarga nisbatan bu maqsadiga yetolmaganligi uchun buningga eg'iz ochsizlar. Bunun ichidagi ayollarning, buning ichidagi dardlarni, buning ichidagi azmni, çalışmani ishlagan bu ishlarni sizlar degandek shaklda ifodalasanglar, radikallik asli sizlar bo'lasizlar. Asli radikallashgan sizlar. Radikal kallanını yuyulgan sizlar. Biz emas. Biz İslamiyetning bergan güzel kiyimini kiyayotgan, İslam yolida izimlik bilan ishlayotgan ayollar. Allah'a kul bulduk, insanga kul bo'lmadik biz. Vatandagi ayollarimiz mushu kiyim yüzüden yillarcha, hatta ölümüge sebepçi bo'lgan ma kiyimni biz kiyiptimiz. Nimishqa aş ayollarımızın qo'lda dafsanda bo'lgan bu kiyim miyada ezizlansin. Çünkü bir bayrak yerga tushsa, uni o'rnidan dast ko'tarib, yana birisi elib bir qahramon chiqadi. Mana biz bu qahramon. Bu kiyim u yerda oyoq osti bo'ldi. Biz miyada uni kiydik. Xitoy buningga bizga taxmin norozi bo'ldi. Chunki Xitoyga biz ün-tünsiz ma kiyim bilanmi Xitoyni qo'rqitib keldik. Bu kiyim sizlar degandek bir lota, sizlar degandek nima qildigan, bechora, o'qimagan, jahil bir odamning simvoliga vakillik qilmaydi. Bu tüm İslam dunyosiga vakillik qildigan, İslam ayollarga Allah bergan ne'mat, barakat buni xalagan odam tepib kelmaydi. Xalagan odamga nisb bo'lmaydi. Balkim qizg'anchiqlikdan bizga nisb bo'lmaganda deyishinglar mumkin. Bu yerda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ummatlari 70 ummatim 73 ga bo'lindi degan. Buning birisining eng yuksak martabasi bu go'zallik, bu latofat, bu kiyim. Buning qora bo'lishi, qizil bo'lishi, yana boshqa bo'lishi bu yerda bak önemi yo'q bo'lsa-mu, bu yerga sizlarga eslab oladigan narsa mana shu rangli kiymaysan deysizlar. Endi rangli kiyib qo'ysak, bu rangli kiyimlarning yana jalb qilish kuchi kuchlikroq bo'ladi. Rangsiz kiyim bilan rangli kiyimning o'rtadagi oralig'ida farq bormi? Bor. Yana buni kiygan vaqtingizda siz oqshomda bir yerga chiqib bir narsa ehtiyojingizni olib uyga kela olasiz. Bir rangli kiyim kiygan odamning orqasiga bir qancha odam qarashi mumkin. Ammo bu kiyimni hech kim qaramaydi, diqqat qilmaydi. Diqqat chekmaslik, mütevazilik, yana bu ah ko'ngillik, kibr yo'q, soddalik, pokizlik buning ichiga yushiringan bir kiyim. Shunga bunday kiyimlarga sizlarningki qo'l uzatishinglar, til tegizishinglar, hatto haqorat qilib, shunda janvardek cho'ng so'rinlarda o'zinglarning ko'klari bo'lgan, o'zinglarning ota-onasi, o'zinglarning tuqqanlari, o'zinglarning ochi-singillari, qizlaringlarning kiyimini haqoratlab chiqishinglar amaliyot o'zinglarni haqoratlaganligi. Farq etmedinglar, diqqat qilmagan bir nuqta, shu o'zinglarni haqorat qilyapsizlar. Boshqa millatlarga qarab, ma millatning hech bir bular bilan bir ish qilib nima qilib bo'lmag'ida, o'zining millatini haqoratlaydigan, o'zini o'zi ko'zga ilmaydigan bir millat nimaga yaramoqchi edi deyishi mumkin. Odam deganning durishi, umurg'isi, g'ururi bunda ko'ki bilan bir arada jam bo'lganda bo'lish kerak. Mushu gapning o'zi tamom sizlar buni har qanday shaklda yog'lab tushundinglar, bir qanday shaklda buni anglatdinglar, ammo boshqa aqli va odam nima deydi bu yerda? O'zining millatining orasida bunday ittifoqsizlik bor ekan, o'zini o'zi taslaydi ekan, o'zini o'zi shundoq millatning bolasiman. Men shundoq bir narsalar bechora bo'lgan odamningki bolasiman degan bir mazmunni ifodalagan bir gapni qilgan bo'lsanglar u yerda sizlarning hech qimmatinglar bo'lmaydi yerda. Sizlar ko'krak kirib biz o'g'lonimiz, qahramonimiz biz uchun gap qiludi deb beshiga chiqarib qo'ygan tojlarimiz deb bilgan bu aktivistlarimiz bizni ashaydi shuna xorliqda shundaq to'xtal hech kimga aralashmaydi, bular bir narsa oladi,
Xitoy menasini yuydi degandek gaplarni qilgan bo'lsanglar, bu bizga qilgan tuhmatli bo'lib qolmasdan, bütün İslam dunyosidagi ayollarning kiyimiga qilgan tuhmatinglar bo'ldi. Bu bizning kiyimimiz emas. Bu İslamning eng güzel zirvesi. En güzel hali bu. Biz sizlarni birinchilik lo'nqit olishlargu, futbol lo'nqisi deymiz, yana birma deymiz, dunyoda nurg'ulg'an birinchilik eshib mukofotlaydigan narsalar bor. Bizning mukofotimizni Alloh bersin deb kiyib olgan kiyim bu. Bizning mukofotimizning eng yuksak martabasiga ulaşış uchun kiygan kiyimimiz bu. Mehmet To'xta efendimning degan ba'zi gaplarga nisbatan deb qo'yay. Bu bir radikallik degan bo'lsanglar, shu sizlarning kallanglardagi radikallik. Bu sizlar o'zinglarningki darisidan, o'zinglarningki nimasini qarayotsizlar. Ko'zinglar bilan ko'rgan radikal ko'zaylikinglar sizlarningki u. Bizga o ishlamaydi bu gaplar. Chunki biz Allah yo'lida Allah'a kul bulup yaraldık. Allah o'ziga qulchilik qilish uchun yaratdi. Biz bu dunyoga kelish maqsadimiz bu bizningki. Shuning uchun bu bizni shu qulchilik Allohga qilamiz, inson qul bo'lmaymiz. Ne cenvege, yana başkasının kanuniga, yana başkasının kanunun sizi bergen, sizi kılan, bağlayan bir din emas bu din. Şu dinni bütün dünyada şundak tesirlik, şundak her kanda işten üstün turduğun bu yüzünü qoğdayalaydıgan, şundak fazileti bakan insanın de bizge hayran kılıp Müslümanlığı toplap, Müslüman bulduğun halga ekiliş mi ya ki siz onu yerde biçare kılıp, sökep, her xil atap, onu xunuklaştırış mı? Yani radikallık desek, mişede şu Abdülhamid degen kardeşimiz bilen, şu Mehmet To'xta degen kardeşin, kırımdaşlarımızınki bu közeynekni başka bir taraftan körep bakışını ümit kılıman. Yani bizninki biraz kaynap kaldı, kiyimlerimiz hakikaten bizge berilgen mukafat. Oylap bakınlar kırımdaşlar. Bir sanatçının kiyimi özgü layık şekillenedi. Bir sakçının kiyimi özgü layık harap ma sakçı iken, ma sanatçı iken, ma doktor iken, ma o nemiken futbolcu iken diyalayımız. Ama nemiş gibi Müslüman ayalının, Müslümanlarının ki özgüçlük kiyimi bulmaydı. Biz bu Müslüman kiyimimizde giysek, acaba sizge kandak eğer ketidi yani. Sizge ne meranlığı takışıdı bu. Bunun içindeki ayallarının dertlerini, hasretlerini 5 minut oturup tanışıp baktınlar mı? Sizler makul şu milletki vekillik kıl sözlepsizler. Sizler bir padıcı, padanlarını kanda kovdudunlar. Böylelerge yem kılıp mı? Bu padlarının hemmisi nime, kesel, biçare, yarısı var, tarısı var deyip oturup sizler şunu sökemsizler. Bir padıcı padısını kovdaydı. Her cihette kovdaydı. Sizler padıcı bulalısanlar, bulatdı asli. Bizden kovdusanlar bulatdı. Her yerde kollasanlar bulatdı. Öyle iş ekilip, şu 15'ten 6'dan balalarını erisiz, dadısız, ana olup, dadı olup, bekivatkan, min ölüp, min tirivatkan, yani sizler devlet kursanlar, sizler asker yetiştirivatkan analar mı? Sizler, şunda kemsivatkan analar, şunda analar. Sizler kurdunlar mı değil devletini? Akyaga devlet kursanlar, o akya deyimiz onu. İnsan ölen devlet buludu ya. Şu devletine devlet kılış için ama şundak başlık tuğuvatıdı, asker tuğuvatıdı. Şu analarımız şundak güzel ahlak fazileti bilen farzand terbiyelevatıdı. Okutuvatıdı. Şuna bunda nimelerni, sepsesli gaplarını, yürüştürüvelişinlerini, bu radikal közeynikinlerini üzerine kaytırıp birey. Bu radikallık bolsa üzerlerinin ebisideki mesele. Biz Allah'a kulçuluk kılıp geldik. Hiç kimnin cenverinin yana bir yanın sızıqı hiçbir narsa bizge dal bulamaydı. Biz Allah'ın içini yaşadık. Yana bizge karşı kelgen her kanda bir tosak bolsa ilip lamdin ve nasqışı bolgan arlaqıda içideki her kanda bir xilap iş bolsa biz buna qat'iy karşı bunun üstüde biz yana onumuzdan ders durup Teğuşçini qarattınlar, yana bir mi qıldınlar, Xitayga qılmay bizge qıldınlar. Acaba siz cenlerde söz degen nemişke Xitayını tılımaysiz? Nemişke Xitayını tılsanız bulmamdı yerde? Nemişke bir şu kökünüzni, üzünüzün anısını, üzünüzün kan birini yerde çavısını çıtkıyaysiz. Uçakda siz Xitayga yerde söz degeniniz, Xitayga karşı qılganınız. Bizden sizni agahlandırıp, ma gepiniz hata boldu, kardeşim. Ma ayallarınız, ma ayallar, ma balalar, ma ola sizin
qarindoshlarimiz desak, biz endi Xitoyning ekmegiga yog' surib qo'ygan, tig'uchimizni Xitoyga qaratmay sizga urush ochgan bo'lib qoldik. Bu yerda qarasaylik bir xil monopol qilish, tibobat bo'yicha aytsak, psixiki jihatdan qaraganda berilgan narsistlik bir ideyasi shakllanadi. Qanday buni o'ylashib baqsanglar bo'ldi. Endi buda bir odamning da besib qilish, bir odamning saviyasini yani bir dehqondan chiqqan, oshpaz qilayotgan, navoiy bilayotgan, zaga bo'lsin, har qanday bir kasb o davlatning bir parchasi. Bunu ayırıp qag'il bo'lmaydi. Siz ziyolilig'ingizni qilasiz, bu o'zining ishini qildi, yana birisi o'zining ishini qildi. Shunda bo'ldi davlat degan. Agar siz buningga qarshi chiqib, uni kamsitsangiz, kuchimsasangiz, uni taslasangiz, sizning millatingiz, sizning davlatingiz kim bilan davlat bo'lmoqchi? Buningda kibrlanmak, yana kechirim so'rayman, men bu xato tushunib qopti deb yana bizda o'qimagan, hech kim bilmagan qo'yday mangdigan bu odamlar tushunmaydi. Men deganda saviyada gap qildigan, jannatda gap qildigan menda esiladi degan ma'noni ifodalagan bo'lsa, yanıldınız kardeşim. Bu kiyimning ichida adam bor, bu kiyimning ichida bilim bor, bu kiyimning ichida davlat bor, bu kiyimning ichida nurg'unlagan sirlar bor. Shuni tashib, shu narsalarni biz o'zimizni mujassamlantirib, Xitoyga qarshi kelyapmiz. İki töktük alam hiç kişi arlaşmaydı deysiz. Namayışga chiqqan adamlarning hammasi bizning ayollar. Mushundaq yo'ginib chiqadi. Hammasi chiqyapti. Hammaga aralashadi. To'y to'kinlarga berib beqing, bilim yetimlarga berib beqing, yig'in toplantılarımız qarab beqing. Ashlarning hammasida mush ayollar ön planda oladi. Bizning kesim asosan mush shaklida. Ama siz bizni ayirib etsangiz, o'zingiz ayrim chiqib bizning mundaq kuchimsab qo'ysangiz, orqangizda adam bo'lmasa, kim bilan davlat qursiz? Kimni millatim deysiz? Asli radikallik ta mazmunda o'zingizlarga qilyapsizlar. Sizlar ko'zinglarni yo'g'a ichib, qaysi yo'lda manaman, qaysi yo'lda ketib boraman? Kimning sizib bergan yo'lda menyapman? Qanday joydagi ma'noda ketib boradimi degan gaplarim. Sizlar buni o'zingizlar tahlil qila olasizlar. Qilsizlar, ama qilg'ili kelmaydi, e'tirof qilmaysizlar. Bunda Xitoyning o'yiniga ketmagan nima desanglar, shu sizlardek aktivistlar bilan bizdek shundaq oqsatni to'ldirayotganlarni o'ttirni ayirib etish Xitoyning o'yini aslida. Sizlar bunga asli o'zinglar o'tning ustiga yog' chechib, sizlar bizni ayiryapsizlar. O'zinglarni ziyoli deb boshqa yoqqa qechyapsizlar. Ma o'ttir kesim sizlar shunday odamlarda bizni tuen ko'ryapsizlar. Amaliyotda ikkimiz bir millat, bir qon, bir jon, bir tan bo'lib, birlikka vaqtda birlashish, nima qilish bizga andikin davlatni qurishda barobarlik, birlik, ishonish, hurmatlash bo'lgan vaqtda davlat qurildi qarindoshlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.